Bugun men aytmoqchi bo'lgan ma'lumot juda muhim. Chunki bu masala faqat pensionerlarga emas, oilasida pensioner bor har bir kishiga, pensiyaga chiqishga yaqin turganlarga, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlarga va nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham tegishli. Avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ayrim fuqarolarning hisobiga kiritilganidan ko'proq pul tushishi mumkin. Kimdir buni yoqimli syurpriz deb qabul qiladi, kimdir esa nega menga tushmadi deb xavotirga tushadi. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Bu summa kimlarga kelishi mumkin? Nima sababdan keladi? Kimlar kutmasligi kerak? Va eng asosiysi, o'zingiz haqingizni yo'qotmaslik uchun nima qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi aynan amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa odam ortiqcha ovora bo'ladi. Ko'pchilik pensiya masalasida bitta narsani biladi. Oy keladi. Pensiya kartaga tushadi yoki naqd shaklda beriladi. Lekin pensiya jamg'armasi tizimida faqat oddiy oylik to'lov emas, balki qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov, kechiktirilgan oylar uchun kompensatsiya, hujjat yangilanishi sababli farq summasi, ish staji aniqlangani uchun oshirilgan miqdor, ayrim hollarda esa imtiyozli toifadagi fuqarolarga alohida qo'shimcha mablag'lar ham bo'ladi. Avgust oyida ko'p odamlar aynan shunday qo'shimcha hisob-kitoblar bo'yicha pul olishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin odamlar pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ko'pincha qog'oz hujjat yig'ishga majbur bo'lardi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, korxona yopilgan bo'lsa arxivdan tasdiq, harbiy xizmat, dekret davri, nogironlik hujjatlari, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlar. Hammasi alohida tekshirilardi. Biror hujjat kech topshirilsa yoki ba'zida noto'g'ri ko'rinsa, pensiya kamagan miqdorda tayinlanishi yoki ayrim davrlar hisobga kirmay qolishi mumkin edi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ish staji, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar, shaxsiy ma'lumotlar, ayrim imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi ayrim fuqarolarning pensiyasini qayta ko'rib chiqishi, avval hisobga olinmagan davrlar aniqlansa, pensiya miqdorini oshirishi va oldingi oylardan qolgan farqni bir yo'la to'lab berishi mumkin. Mana shu joyda odamlar kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushadi va ko'pchilik buni avgustdagi syurpriz deb ataydi. Lekin men bu yerda aniq aytaman. Bu hamma odamga bir xil miqdorda tushadigan sovg'a degani emas. Har bir kishiga keladi deganda masala shunday tushunilishi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioner, nafaqa oluvchi yoki pensiyaga hujjat tayyorlayotgan inson bor. Ammo qo'shimcha pulning o'z faqat huquqi bor. Hisob kitobida farq chiqqan yoki belgilangan toifaga kirgan fuqarolarga beriladi. Men avvalo eng asosiy sabablarini tushuntiraman. Kartaga odatdagidan ko'proq pul tushishining birinchi sababi pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 2023 yilda pensiyaga chiqqan, lekin uning 1995 yildan 2001 yilgacha ishlagan davri arxivdan kech tasdiqlangan. Dastlab bu davr hisobga olinmagan, natijada pensiya 20 milyon 220 ming so'm bo'lgan. Keyin arxiv ma'lumoti kelgandan so'ng staj to'liq qo'shildi va pensiya 1 milyon 130 ming so'mga oshdi. Farq oyiga 180 ming so'm. Agar bu farq 5 oy uchun hisoblangan bo'lsa, odam avgustda odatdagi pensiyasidan tashqari 900 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu sovg'a emas, bu uning qonuniy haqqi. Ikkinchi sabab ish haqi ma'lumotlari aniqlanishi. Ba'zi fuqarolar pensiyaga chiqayotganda ish haqi bo'yicha eng foydali davr to'g'ri tanlanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin elektron bazada faqat oxirgi yillardagi pastroq maoshlar ko'ringan. Keyinchalik korxona yoki arxivdan yuqoriroq ish haqi tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Misol uchun, opa 32 yoshda, 28 yil maktabda ishlagan. Dastlab pensiyasi 1 milyon 600 ming so'm chiqqan. Keyin 2000 yillarning boshidagi ustama va qo'shimcha to'lovlar tasdiqlanib, pensiyasi 1 milyon 780 ming so'mga ko'tarilgan. Oyiga 180 ming so'm farq bor. Agar qayta hisoblash 3 oy kechikkan bo'lsa, avgustda 540 ming so'm qo'shimcha tushadi. Uchinchi sabab pensiya yoki nafaqa tayinlash kechikkan bo'lishi. Ba'zida odam hujjat topshirgan, lekin tekshiruv, arxiv javobi
tibbiy mehnat ekspertizasi yoki boshqa idoradan ma'lumot kelishi sababli to'lov bir necha hafta yoki bir necha oy kechikadi. Keyin qaror chiqqach, o'tgan davr uchun bir yo'la to'lab beriladi. Masalan, nogironlik pensiyasiga hujjat may oyida topshirilgan, lekin komissiya qarori yil oxirida rasmiylashgan. Agar huquq may oyidan boshlangan bo'lsa, avgustda may-iyun. Iyul va avgust uchun to'lov birgalikda tushishi mumkin. Shunda karta balansida kutilganidan katta summa ko'rinadi. 4-chi sabab oilaviy holat yoki toifa o'zgargan bo'lishi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida bolalar soni, o'qish holati, yosh chegarasi, nogironlik holati, vasiylik hujjatlari muhim. Agar oilada 2 farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, lekin ulardan biri kunduzgi ta'limda o'qishni tasdiqlagan hujjat kech topshirilgan bo'lsa, ma'lum davr uchun to'lov to'xtab turishi yoki kamayishi mumkin. Hujjat tasdiqlangandan keyin esa oldingi oylar uchun farq qaytariladi. Shu sababli avgustda qo'shimcha mablag' kelishi ehtimoli bor. 5-chi sabab indeksatsiya. Eng kam miqdorlar yoki bazaviy hisob kitoblardagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida ayrim miqdorlar davlat tomonidan belgilangan bazaviy ko'rsatkichlar. Eng kam pensiya miqdori yoki qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq. Agar tegishli qaror kuchga kirsa, ayrim toifadagi pensionerlarning to'lovi avtomatik oshadi. Ammo bu hamma uchun bir xil summa degani emas. Kimdir 1000 so'm qo'shimcha oladi, kimdir 200 ming so'm, kimdir esa umuman farq olmaydi. Chunki uning pensiyasi allaqachon yuqoriroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Ayniqsa oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichida pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq hisobga olinganmi yoki yo'qmi? Tekshirib ko'ring. Chunki yangi tayinlangan pensiyalarda eng ko'p uchraydigan xato stajning ayrim yillari bazada ko'rinmasligi yoki arxiv ma'lumoti kech kelishidir. Menga shuncha chiqdi. Demak to'g'ri deb o'ylab qo'ymaslik kerak. Pensiya hisob kitobi murakkab jarayon. Oddiy fuqaro har bir bandni darhol tushunmasligi tabiiy. 2-chi guruh. Mehnat daftarchasida eski korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktabgacha ta'lim muassasasi, tibbiyot muassasasi yoki yopilib ketgan xususiy korxona yozuvlari bo'lgan fuqarolar. Bunday joylarda arxiv hujjatlari ba'zan to'liq bo'lmaydi yoki kech topiladi. Agar sizning otangiz 1998-yildan 1996-yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lsa, lekin pensiya tayinlanganda faqat 1992-yilgacha bo'lgan davr hisobga olingan bo'lsa, qolgan 4 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu farq kichkina ko'rinsa ham, oyma-oy yig'ilganda sezilarli pul bo'ladi. 3-chi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy hujjatlar muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi. Bolalikdan nogironlik holati, parvarish bilan bog'liq ma'lumotlar juda muhim. Agar guruh o'zgarsa, masalan 2-chi guruhdan 1-chi guruhga o'tsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Agar qaror iyulda chiqqan bo'lsa, lekin huquq iyundan boshlangan bo'lsa, avgustda farq summasi tushishi mumkin. 4-chi guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu masalada men doim ehtiyot bo'lishni aytaman. Chunki birgina o'qish ma'lumotnomasi kech topshirilsa, to'lovda uzilish bo'ladi. Masalan, bola 18 yoshga to'lgan, lekin u kollej, texnikum yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilishi kerak. Agar hujjat keyin topshirilsa, ayrim holatda to'xtagan to'lov qayta tiklanadi va oldingi davr uchun pul keladi. Ammo buning uchun huquq haqiqatan ham mavjud bo'lishi shart. 5-chi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men ishlayapman, demak pensiyamga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida ishlayotgan pensionerlarda ham ish haqi, soliq ma'lumotlari, ayrim imtiyozlar, qayta hisoblashga asos bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. To'g'ri, hamma ishlayotgan pensionerga avtomatik qo'shimcha pul tushadi deb bo'lmaydi. Lekin hujjatlarda o'zgarish bo'lsa yoki ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, ular ham farq summasini olishi mumkin. Keling, bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Olim 4 yoshli aka pensiyaga chiqqanda unga 1.370 ming so'm pensiya tayinlangan. U 32 yil ishlaganini aytgan, lekin tizimda 27 yil ko'ringan. Sababi 1990 yildan 1996 yilgacha ishlagan qurilish boshqarmasi allaqachon tugatilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Aka arxivga so'rov bergan, javob 2 oyda kelgan. Pensiya jamg'armasi stajni qayta hisoblagan va pensiya 1 million
70 ming so'mga oshgan. Farq oyiga 1.6 ming so'm. Agar doy uchun farq hisoblansa, avgustda 6 ming so'm qo'shimcha keladi. Ikkinchi misol. 8 yoshli opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan nabirasiga vasiy. Bola 28 yoshga to'lgandan keyin to'lov to'xtagan, chunki o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan. Keyin universitetdan kunduzgi ta'limda o'qishi haqida ma'lumotnoma olib borilgan. Agar qonuniy shartlar bajarilgan bo'lsa, to'lov qayta tiklanadi. Aytaylik, oyiga 700 ming so'm to'lanishi kerak edi. 2 oy to'xtab qoldi. Hujjat rasmiylashgach, avgustda 20 ming so'm qarzdorlik va joriy oy to'lovi birga kelishi mumkin. Uchinchi misol, nogironlik guruhi qayta ko'rikda o'zgargan fuqaro avval 3-guruh bo'lgan. Keyin sog'lig'i yomonlashgani sababli 2-guruh belgilangan. Hujjatlar bir oy kech tizimga tushgan. Bu holatda yangi miqdor belgilangan sana hisoblanadi. Agar oyga farq 20 ming so'm bo'lsa va 2 oy uchun farq to'planib qolgan bo'lsa, avgustda 5 ming so'm qo'shimcha tushishi mumkin. To'rtinchi misol, pensiya miqdori minimal darajadan past bo'lgan fuqaro. Ayrim qarorlar bilan eng kam pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar oshirilsa, avval past miqdor olayotganlarga qo'shimcha hisoblanadi. Masalan, fuqaro 9 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, tizim uni belgilangan minimal chegaraga yetkazish uchun ustama qo'shishi mumkin. Bu jarayon hamma uchun bir xil emas, chunki pensiyaning turi staj, huquqiy asos va boshqa to'lovlar inobatga olinadi. Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tushayotgan bo'lsa va hujjatlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, qo'shimcha pul tushmagani darhol muammo degani emas. Bu sizning haqingiz yo'qolganini anglatmaydi. Balki sizning hisob-kitobingiz avvaldan to'g'ri qilingan, stajingiz to'liq kiritilgan, ish haqi ma'lumotlaringiz aniq, imtiyozli toifaga kirmaysiz yoki qayta hisoblash uchun yangi asos yo'q. Agar qo'shningizga qo'shimcha pul tushib, sizga tushmagan bo'lsa, darhol mendan yashirishdi deb o'ylamang. Pensiya har bir odamda individual hisoblanadi. 2 kishi bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 35 yil ishlagan, boshqasi 12 yil ishlagan. Biri yuqori ish haqi olgan, boshqasi norasmiy ishlagan. Birida arxiv hujjati topilgan, boshqasida hammasi oldindan hisobga olingan. Shuning uchun taqqoslash faqat taxmin beradi, aniq javob bermaydi. Agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, pensiya bilan nafaqani aralashtirib yubormang. Pensiya odatda mehnat staji va badallar bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa boshqa ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanadi. Har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Shuning uchun hamma pensiyalarga tushdi, menga ham tushish kerak degan fikr har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Karta hisobiga tushgan pulning sababi har doim ham darhol ko'rinmaydi. Bank ilovasida faqat summa ko'rinadi. Lekin bu pensiya farqimi? Joriy oy pensiyasimi, qarzdorlikmi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Ayrim hollarda alohida izoh aniq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun katta summa tushsa, avvalo pensiya jamg'armasidan yoki mahalliy bo'limdan hisob-kitob izohini so'rash kerak. Pulni ishlatishdan oldin uning manbasini tushunib olish foydali. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul keyinchalik qaytarib olinishi mumkin. Agar tizimda xato bo'lsa, noto'g'ri hujjat asosida to'lov o'tgan bo'lsa yoki fuqaro o'zgarishni vaqtida bildirmagan bo'lsa, keyinchalik qarzdorlik chiqarilishi ehtimoli bor. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishdan chetlatilgan, lekin bu haqda vaqtida xabar berilmagan. To'lov davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. Uchinchi nozik jihat, hujjat topshirish sanasi juda muhim. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan, ba'zilari huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilari esa qaror chiqarilgan kundan hisoblanadi. Oddiy tilda aytsam, sizda huquq bo'lishi mumkin, lekin hujjatni kech topshirsangiz, hamma oy uchun pul berilmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar hujjat tayyorlashni oxirgi haftaga qoldirmasligi kerak. To'rtinchi nozik jihat, telefon orqali keladigan xabarlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasidan qo'shimcha pul chiqdi. Kartangiz raqamini yuboring, kodni ayting degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod, karta PIN kodi, to'liq karta ma'lumotlari, mobil ilova parolini so'ramaydi. Qo'shimcha pulni olish uchun hech kimga kod aytish kerak emas.
Agar kimdir shunday desa, darrov suhbatni to'xtating va rasmiy raqamlarga murojaat qiling. 5-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomasi har doim ham avtomatik topilmaydi. Elektron tizim rivojlanmoqda, lekin eski yillardagi hamma hujjat bazada bor deb bo'lmaydi. Ayniqsa 1990-yillar undan oldingi davrlar qayta tashkil etilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar bo'yicha qo'lda izlashga to'g'ri keladi. Agar siz men falon joyda ishlaganman desangiz, lekin hujjat bo'lmasa, pensiya jamg'armasi faqat og'zaki gap asosida staj qo'sha olmaydi. Tasdiqlovchi hujjat kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, avgust oyida kartangizga tushgan summani tekshiring. Odatdagi pensiyangiz qancha edi? Bu oy qancha tushdi? Farq bormi? Shuni yozib oling. Masalan, odatda 20 million 900 ming so'm tushar, bu oy 20 million 970 ming so'm tushdi. Farq 270 ming so'm. Shu farqning sababini aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-6 oyda sizda qanday o'zgarish bo'lganini eslang. Pensiyaga yangi chiqqanmisiz, nogironlik guruhi chiqqanmisiz, arxivdan hujjat topshirganmisiz, o'qish ma'lumotnomasi berganmisiz, ish staji bo'yicha ariza yozganmisiz, familiya yoki pasport ma'lumotlari yangilanganmi, bank kartangiz almashtirilganmi? Ko'pincha qo'shimcha to'lovning sababi aynan shu o'zgarishlardan birida bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Murojaatda shunday yozish mumkin: mening pensiya to'lovim bo'yicha avgust oyida tushgan summa va qo'shimcha hisob-kitob sababi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Pensiya miqdori qanday asosda hisoblanganini va agar farq to'lovi bo'lsa, qaysi oylar uchun hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bunday murojaat odobli, aniq va rasmiy bo'ladi. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga joylab qo'yish odamni ortiqcha qatnovdan qutqaradi. 5-qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Ko'pchilik buni so'rash mumkinligini bilmaydi. Siz o'z pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Necha yil staj olingan, qaysi davrlar hisobga kirgan, ish haqi qaysi davr bo'yicha olingan, qo'shimcha to'lov bormi, ushlab qolish bormi? Bularni bilish kerak. Agar hisob-kitobda tushunarsiz joy bo'lsa, yozma izoh so'rang. Og'zaki gapni eslab qolish qiyin, yozma javob esa keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. 6-qadam, agar stajingiz yetishmayotgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, imkon bo'lsa eski buyruq raqamlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar hammasini ko'rsating. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan idoraviy arxiv bo'ladi. So'rovni aniq yozsangiz, javob olish imkoniyati oshadi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta PIN kodini aytmang. Pul chiqarib beraman degan vositachilarga pul to'lamang. Pensiya bo'yicha qonuniy huquq bo'lsa, uni rasmiy tartibda olish mumkin. Agar kimdir ichkarida odam bor, tezlashtirib beraman desa, bu juda xavfli. Siz hujjat va rasmiy murojaat bilan harakat qiling. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, dalil bo'lishi kerak. Menga kam berishyapti deb yozishdan ko'ra, mehnat daftarchamda 1994-1998 yillar ko'rsatilgan. Lekin pensiya hisob-kitobida bu davr aks etmagan, ushbu davrni tekshirib qayta hisoblashni so'rayman deb yozish ancha samarali. Har bir hujjat nusxasini ilova qiling. Avgustda ko'pchilik ta'til, o'qish mavsumi, yangi o'quv yili tayyorgarligi bilan band bo'ladi. Lekin aynan shu oyda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar o'qish ma'lumotnomalarini tayyorlashga alohida e'tibor berishi kerak. Farzand begimtash yoshdan oshgan va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish holatini tasdiqlash muhim. Hujjat kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Yaqinda pensiyaga chiqadiganlar esa oldindan mehnat daftarchasini tekshirtirib qo'ysin. Ism, familiya xatolari, tashkilot nomidagi farqlar, muhr tushmagan joylar sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, keyin pensiya tayinlashda muammo tug'iladi.
Masalan, pasportda Abdullayeva yozilgan, mehnat daftarchasida eski yozuvda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Bunday mayda farq ham ayrim hollarda qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Pensionerning farzandlari ham befarq bo'lmasligi kerak. Ota-onangizning kartasiga qancha pul tushayotganini nazorat qilishda yordam bering, lekin ularning roziliksiz kartani boshqarmang. Eng to'g'risi, birga borib hisob-kitobni tekshirish, hujjatlarni tartibga solish, arxiv so'rovini yozishda ko'maklashish. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha ovora bo'lmay deb o'z haqqini talab qilmaydi. Aslida esa 7000 so'm ham, 300000 so'm ham pensioner uchun muhim pul. Yana bir muhim narsa, agar qo'shimcha pul tushsa, uni darhol qarzga berib yubormang yoki hammasini sarflab qo'ymang. Avval sababni aniqlang. Agar bu qayta hisoblash bo'yicha qonuniy farq bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar noto'g'ri to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin moliyaviy masalada ehtiyot bo'lish har doim foydali. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasidan keladigan yo'qimli syurpriz deganda eng avvalo pensiya va nafaqalar bo'yicha qayta hisob-kitoblar. Oldingi oylar uchun farq summalari, arxiv hujjatlari tasdiqlangani sababli qo'shimcha to'lovlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar yangilangani natijasida keladigan mablag'lar nazarda tutiladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Lekin pulning o'zi faqat huquqi bor fuqarolarga tushadi. Men sizga maslahat beraman, kartangizdagi tushumlarni tekshiring, pensiya hisob-kitobingizni bilib oling. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Arxiv davrlaringizni aniqlang va hech qachon SMS kodlaringizni begona odamga bermang. Agar sizga qo'shimcha summa tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz? Qancha farq tushdi? Sababi nima deb tushuntirishdi? Agar tushmagan bo'lsa ham yozing. Balki sizning vaziyatingizni birga tahlil qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi pensioner bo'lganlarga albatta ulashing. Kanalga obuna bo'ling, chunki pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan moliyaviy yangiliklarni men sizlarga sotdi. Aniq va amaliy qilib tushuntirib boraman.